dasturida amalga oshirilishi rejalashtirilgan veterinariya fanlarini o'qitishda innovatsion yondosh mavzusidagi bugungi mahorat darsimizga xush kelibsiz. Bu darsda seminar ishtirokchilaridan respublikamizning veterinariyaga oid turli oliygohlardan, oliygohlar filiallaridan, texnikum va kollejlardan mutaxassislar, ustozlar ishtirok etishyapti. O'zimizning veterinariya ilmiy tadqiqot instituti direktori, o'zimiz kafedra mudirlarimiz, professorlar, buyuk eng yetuk olimlar, sohaning olimlari, zootexniklar, biotexnologlar, qo'yinki bizning qishloq xo'jaligimizni, chorvachiligimizni, dehqonchiligimizni ilmiy asoslarini yaratayotgan oliygohlarning ustozlari va shu bilan birgalikda bizning jonajon fakultetimizning talabalari ishtirok etyapti. Bundan biz xursandmiz. Demak, biz bu seminarni tashkil etganliklar uchun behad xursandmiz. Bunda albatta universitet rektori Qo'ynazar Beknazarovdan biz minnatdormiz. Qolaversa, Respublikamiz veterinariya qo'mitasi ular rahbarligida siz mana bizni bugun jonli muloqotga tashkil qilib shart-sharoit yaratib bergani uchun yana bir bor Respublikamiz veterinariya chorvachilik rivojlantirish qo'mitasi, universitet rektorati, qolaversa dekanatimiz, dekanlarimiz va kafedra mudirlarimizga yana bir bor men o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Chunki biz bugungi hayotimizga, bugungi kunimizga jiddiy e'tibor berayotgan bo'lsak, bizning sohamiz, ayniqsa mana shu veterinariya sohasi mana ulkan o'zgarishlar bosag'asida, ulkan o'zgarishlar og'ushida turibdi. Bizlar mana shu o'zgarishlarning ham tashkilotchilari, ham ishtirokchilari, ham iste'molchilari, ham rivojlantiruvchi, buning ham ijodkorlar hisoblanib turibmiz. Shuning uchun qanday agar o'zgarishlar deb ayrimlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bizning universitetimizda, qolaversa butun veterinariya tizimida bugun shaffoflik hukm surib turibdi. Shaffoflik %100% keldi. O'quv moddiy texnik yuksalishni biz ko'z o'ngimizda ko'rib turibmiz. 15 ga yaqin laboratoriyaning kelishi bizdan mana shu laboratoriyalar shu juda ham zamon talablari darajasida darslar o'tishni, o'qishni, o'rganishni bizga mana shu taqozo etib turibdi. Demak, mana ko'z o'nglaringizga qarab keldilaringiz, bizning zamonaviy vivariyni, ilgarigi holat qanday edi vivariyning hozirgi holatini sizlar ko'rib turibsiz. Mana Bozorboyev Roshan Berdiyevich qarang, oldin biz bir iborat aytardik-da, shukurjon. Oldin vivariyda nima bor, kechirasiz, bu bir ikkita yarim eshak bordi degan gaplar bo'lardi. Bugun ko'rib turibsiz, zamonaviy vivari hech qanday dunyodagi vivariydan kam yo'q. Faqat biz sirtqidan ishlashimiz kerak, mehnat qilishimiz kerak. Shu vivariydan chiqmasdan shug'ullanishimiz, o'qishimiz, o'rganishimiz kerak. Demak, bir vaqtning o'zida mega proyekt. Mana shu hozirgi orzu havasimizni birdan o'rnini to'ldiryaptiki, mega proyekt deganda bunda yilga bir nechtalab olimlar, veterinariya sohasi olimlar birdan chiqadi, o'zi chiqib boshlashdi. Buni olqishlashimiz kerak. Endi asosiy mana bu bizning bugungi o'zgarishlarning ko'zga ko'rinadigan tomoni xalqaro aloqalarimiz. Bunda mana bevosita xalqaro aloqalarimizni rivojlantirgan, tashkil etgan ustozlar, o'rtoqlar, mana hamkasblar, shogirdlarimiz turibdi. Bularni bilib turibsizlar, qaysi davlat bilan, qayer bilan biz qanday hunarlarimizni ularga beryapmiz, ulardan nimalarni olyapmiz, qanday muloqotlar, integratsiya o'zlari nimani beryapti, biz ko'z o'ngimizda buni o'zimiz shohidi guvohi bo'lib turibmiz. Ayniqsa universitetimizda bo'layotgan mana shu islohotlardan yana bir navbatdagisi yosh kadrlarga bo'lgan e'tibor. Yosh kadrlarni talabalikdan boshlab to bugungi mana prorektorlarimizgacha bularning yoshini e'tiborga olib, yosh holatda bularni tarbiyalab, o'qitib, zamon talablariga javob beradigan ustozlar, olimlar qilib tarbiyalashda mana shu institutimizda ishlar juda yo'lga qo'yilgan. Eng asosiysi endi talabaga nima boradi? Talabaga dars boradi. Darslarni ham ilg'or pedagogik texnologiyalar asosida butunlay yuqori malakali professor o'qituvchilarni jalb qilgan holda darslarni yo'lga qo'yish mana shu ancha vaqt bo'lib bizga boshlandi. Endi oxirgisi buni Roshan Berdiyev juda yaxshi iborat qilib aytadi. Ta'lim, fan, ta'lim, amaliyot. Fan, ta'lim, amaliyot mana universitetimiz, demak veterinariya ilmiy tadqiqot instituti va xo'jaliklar. Ularning integratsiyasi bizning o'qiyotgan fanimiz bo'yicha, buning chuqur ilmiy tomoni bo'yicha, buning amaliyotdagi in'ikosi bo'yicha bizni tayyor kadr qilib chiqarishga xizmat qiladi va chorvachiligimizda veterinariyani rivojlantiradi. Demak, bunday islohotlar og'ushida bizlar nima qilishimiz kerak? Bizlar o'zimiz hissamiz qo'shib, demak, ta'lim jarayonini
veterinariya tizimida, veterinariya oliygohlarida ta'limni bugun maqsadimiz mana seminarning maqsadi takomillashtirishimiz kerak. Demak, bunga albatta shu takomillashtirish ekan, ta'limni veterinariya fanlari bo'yicha bu nima takomillashtirish? Nimalarga e'tibor berishimiz? Demak, biz birinchisi fanlardan o'qitish tizimini mana men o'rtasidan boshlayman, zamonaviylashtirish. Zamon talablariga javob beradigan bugun zamon talablariga. Birinchi talabi til. Bizning o'quvchimiz, bizning demak iste'molchimiz qaysi tilni xohlaydi? Biz shu tilda bera olishimiz kerak. Demak, zamonaviy texnologiyalar asosida biz berishimiz kerak. Amerika Qo'shma Shtatlarida, Xitoyda, Yaponiyada, Rossiyada, bizning yaqin Turkiyada masalan qanday texnologiyada beradi? Biz mana shu zamon texnologiyasini berishimiz kerak. Bizning ham kamchilik joylarimiz yo'q, lekin integratsiyalashtirishimiz kerak bu yerda. Keyingisi amaliyotga yaqinlashtirish. Mana boya yuqorida ko'rib o'tdim. Demak, bizning darslarimiz nafaqat auditoriyalarda, nafaqat biyda guvarimiz, bevosita endi fermalarga, katta komplekslarga ko'chish kerak. Ilmiylashish. Har bir mavzuni ilmiy asosini biz o'rganishimiz kerak. Buning uchun yo'lga qo'yildi. Ilmiy tadqiqotlar, eksperimentlar, tajribalar asosida har bir fanning, har bir mavzusini ilmiy asosida yaratishimiz kerak. Nima uchun kuydirgida qon o'g'maydi? Nima uchun kuydirgida qon o'g'maydi? Nima uchun birodzotda qon ketadi? Yoki bo'lmasa nima uchun kuydirgi paytda taloq shishadi? Ana shularning ilmiy asoslarini. Yoki bo'lmasa patsientlar bor, nima uchun tomoq shishadi? Yoki to'sh shishadi? Yoki bo'lmasa tiyler yozib oling. Nima uchun avval bir tomonlama limfatika tushadi? Unda qon siymaydi, siyga jazmaydi. Peraplazmada qon bularning ilmiy asoslarini Qur'on aytgan bilan darsda aytamiz, ilmiy asosini yaratish uchun tajribalarga talabalarimizni, magistrlarimizni, doktorantlarimizni chuqur tajribalarga jalb etishimizni taqozo etadi. Shuning uchun demak, shunday islohotlarni, shunday takomillashtirishni jalb etar ekan, demak, asosiy tartib-qoidalar nimadan iborat? Mana darslarda, veterinariya ta'limida, veterinariya fanlarida darslarda biz nimalarga e'tibor berishimiz kerak degan savol o'z-o'zidan bizni mana shu o'zining og'ishiga tortadi. Birinchi talab, bu talablar davlat ta'lim standartidan, boshqa me'yoriy hujjatlardan, dunyoviy tajribalardan, qolaversa o'zimizning kadrlarimizning, fakultetimizning, universitetimizning tajribalarini kelib chiqqan holda umumiy talablar bugun hozir sizlar mana men o'rtaga tashlayman. Keyin mutaxassislar o'zlarining fikrlarini keyin 10-15 kun davomida oz-ozgina fikrlarini beradi. Bu yerda hech qachon darsimiz demokratik ishda bo'ladi. O'zaro savol-javob tariqasida bo'ladi. Shuning uchun keyin oxirida misol tariqasida ichki yuqumli kasalliklarda bitta kasal hayvonni qabul qilishni qisqagina biz monitoring qilib beramiz. Demak, mutaxassislik fanlarini o'qitishda qo'yiladigan asosiy talablar. Mana yosh talabalarimizdan bor bu yerda, bular ham ertadan magistr bo'ladi, endi doktorant bo'ladi, keyin domla bo'ladi ko'pchiligi. Birinchi talab yo'nalish bo'yicha fanlarni tanlash. Yo'nalish bo'yicha fanlarni tanlash. Kafedralarga to'g'ri taqsimlash. Va takrorlanishlarga yoki bo'lmasa qolib ketishlarga yo'l qo'ymaslik. Buni metodistlarimiz juda yaxshi biladi. Qaysi oliygohda, qaysi filialimizda mana shu band bo'yicha nimalar yetishmay turibdi, kamchiliklarni birdan o'zimizning fikrimizdan o'tdi. Demak, fanlarni tanlash. Hamma chopib, meni fanim qo'shilsin, bu fan qo'shilsin degan emas. Mana shu o'sha yo'nalishga kerak fanni tanlab, demak, kerak mavzu qolib ketmasligi kerak, yoki bo'lmasa bekerak mavzular kirib qolmasligini albatta bu yerda konkretlashtirib olishga to'g'ri keladi. Bunga fikrlaringiz kerak bo'ladi. Ikkinchi talab albatta me'yoriy uslubiy ta'minot. Buni mahkam bo'ladi. Universitetimizdan butun hamma oliygohlarimizda bor. Davlat ta'lim standartlari, o'quv rejalari, fan dasturlari, ishchi o'quv dasturlari, o'quv uslubiy majmualar. Bular to'g'risida ham bulardagi kamchiliklar, bularda ayrim muammolarni fikrlaringiz bo'yicha. Uchinchisi asosiy talab moddiy texnik ta'minot va undan to'g'ri foydalanish. Moddiy texnik ta'minot. Mana shu turishimizning o'zi biz mana qanday qayerda turishimiz. Demak, bizga mana shu dars o'tishimiz uchun moddiy texnik ta'minotning kerakli darajada ekanligini, yuqori darajada ekanligini ko'rsatib turibdi. Demak, bular nimadir? Axborot kommunikatsion texnologiyalar bilan jihozlangan ma'ruzaxonalar. Shunday ma'ruzaxona bo'lsa-ki, Ravshan Medovich Filishkani shunday bir professor vaqtini olmasin, hozir o'tamiz. Shunday tekshirishdagi Filishkani gapirib darsni o'tib, vaqtni o'tkazmasdan bolalarning olqishlab chiqib ketsa. Zamonaviy
o'quv ilmiy tadqiqot laboratoriyalar. Bizning mana shu tadqiqotchilarimiz qonni olib, to'qima preparatini olib, patolog materialni olib, boshqa substratlarni olib, qaysi burchaklarga bormaydi tekshirishga. Masalan, men doktorlik dissertatsiyamda laboratoriya qarayotganda Ravshanberdiyevich aytdi. Tagbetskidagi mana respublikamiz bansada bo'limlar, klinikalar ara laboratoriya bor edi. Shunda Durdurboliy shuni bordik. Bor taqris ko'rdik, sharoit yaxshi, lekin u birovniki. Biz o'zimizni ham mana bor o'quv laboratoriyalar. Demak, mana shuni takomillashtirish. Zamonaviy gugariya va hayvonlar turlari. To'g'ri, bizda bor. Qolgan bizning filiallardachi? Masalan, filiallarimizda, boshqa bo'limlarimizda, to'lash oyoqlarimizda. Zamonaviy gugariya va unda hayvonlar. Mana bu aytib o'tdik. Kechagina ikkita eshakda boshqa narsa bo'ldi. Mana qara. Hamma narsa mahliyo, hamma mahliyo hayvon turi bilan. Hamma joyda shunday bo'lish kerak. Filiallarimiz ham shunday bo'lish kerak. Shuna yo'l qo'ymasimiz kerak taqchilligiga. Zamonaviy klinika. Mana klinikalar bizda faoliyat ko'rsatib turibdi. Buni takomillashtirishimiz kerak. Nafaqat bu yerda, butun hamma filiallarimizda, to'xtash oliygohlarda eng asosiysi talabaning ko'nglini oladigan moddiy texnik vosita, Men bildim, ikkita, uchta talaba kelib, buni ko'tarib ketdi, unda ko'tarib. Qarab qo'yib bir bergan. Nima qilishni o'yladi? O'g'irlashni o'yladi. Kitob o'g'irlagan odamga jazo yo'q. Lekin avval bilmabsiz-da shuni. Demak, adabiyotlar. Biz ustozlarning, professor o'qituvchilarning, tajribali ustozlarning asosiy moddiy texnik vazifasi demak kitobni yozib berish. Darsligi bo'lsin, fanning darsligi bo'lsin, o'quv qo'llanmasi bo'lsin, fanning laboratoriya ishlanmasi bo'lsin, fanning amaliy boshqa ishlanmasi bo'lsin, fanning laboratoriya pasporti bo'lsin. Bor ayrim joylarda o'ziga yarasha. Shuning uchun demak moddiy texnik ta'minot masalasi asosiy masalalardan biri hisoblanadi. Demak, 4-talab mashg'ulot turlarini o'z joyida amalga oshirish. Mashg'ulot turlarini qarang. Ma'ruzani har joyda har kim har qanday qilib o'tish qiyin-ku. Amaliy mashg'ulotlar. Mana amaliy mashg'ulot. Hali kiralganmiz. To'g'ri. Doimo bunday amal mashg'ulot qila olmaymiz. Har bir kasallik bo'yicha masalan endi klinik fanlarda 500 ga yaqin yuqumsiz kasalliklar bor, katta kichik. 500 dan ziyod parazitlar va infeksiya kasalliklar bor, katta kichik. Akshir ginekolog xirurg kasalliklar bor qo'shimcha. 1000 dan ziyod kasalliklarni 1000 marta talaba ko'radigan bo'lsa, talabalik stoldan olim bo'lib chiqadi. Shuning uchun to'g'ri institutimiz, dekanat, kafedralar bunga juda ham e'tibor berib sharoit qilgan. Lekin kasal masalasi u boshqa. Doim aytganimiz kasal oldimizga chiqmaydi. Xudoylaymiz kasal bo'lmasin deb xudoylaymiz. Shuning uchun bu masala og'ir, eksperimental yo'l bilan kasal chiqarishlar boshqalar kelajakdagi o'zimiz vazifalarimiz kiradi. Laboratoriya mashg'ulotlari. Ana shu masala juda zo'r bizga yo'lga qo'yildi. Laboratoriyalar 15 ta laboratoriya olib kirganligi uchun mana Xudoyingiz Beknazorovga yana bir bor tashakkur bildiramiz. Mana shu o'zi yordamchilariga, dekanatga boshqaga. Lekin bularni o'ziga yo'nalishiga qarab demak foydalanish masalasi. Amaliyot masalasi. Ishlab chiqarish amaliyoti. Amaliyotni endi shuni bir joylardan kelgan ustozlar, hamkasblar amaliyot masalasini kecha Xudoyingiz Beknazorovich aytdiki, eslating, yaxshiroq eslating shu masalani. Talaba amaliyotda bo'lsin. Talaba amaliyotda ishlab chiqmaydi. Avtida ko'rmaganini, bilmagan amaliyotda bir ko'rib kelsin. O'zining bir ozgina malakasini oshirib kelsin. O'sha joylarga boradigan bo'lsin, qo'l uyida uxlab kelmasin degan gapni qildi. Lekin rahmat talabalarga mana amaliyot himoyasini o'tkazyapmiz. Qiziqqan bola 70% dan ko'proq bola. Shu uringan bor, molni ko'rishga, vizitga chiqishga uringan. Ana shuni yo'lga qo'yishimiz, kuchliroq yo'lga qo'yishimiz amaliyotlarni. Bu takomillashtirishimiz balki hozir vaqtamiz mana shu amaliyot masalalarni hal tahlil qilsalaringiz, mana Ravshanberdiyevich bor, Nurdinjon dekanimiz o'tiribdi. Viloyatda bitta markaz ochish. Qiyin emasmi? O'z asli qiyin emasmi? Bitta markaz ochishni, bitta burchakda bitta amaliyot burchagi, o'sha yerga talabalarni olib borib, o'sha yer orqali domlalar nazorat qiladigan bo'lsa, sal boshqasi. Endi hozir domlalar borishga qiyin bo'lib turibdi. Bu masala juda ham murakkab masala. Ko'chma darslar. Talaba qayerda?
qayerga borib o'tsak bo'ladi? Qayerda qulay sharoit bor? Qaysi fermada kasal bor? Qayerga borsak bo'ladi? Chortga boramizmi yoki bo'lmasa Urgutga boramizmi? Qayerda ko'rsatishimiz kerak? Mikrobakteriyani qayerda ko'rsatamiz? Padodermatni qayerda ko'rsatamiz? Ketozni qayerda ko'rsatamiz? Osteostrobiyani qayerda ko'rsatamiz? Ko'rsatadigan joyga borib ko'rsatishimiz kerak. Ochiq darslar. Ochiq darslar. O'zi so'rayman, bu yerda juda ham tajribali ustozlar, domlalar ko'p, lekin yoshlarimiz ham bor. Bir-birlar aytadiki, ochiq dars aytmoqsiz. Men hamma darsim ochiq. Yo'q, bu ochiq dars butun boshqa dars. Ochiq dars mavzusi belgilanadi, rejalashtiriladi. Ustozlar, butun hamkasblar, boshqa soha haqida mutaxassislar, rahbarlar taklif qilinadi. U muhokama qilinadi. Ochiq dars, hamma dars ochiqligi kirib chiqib ketadi. Muhokama ham bizga ta'lim beradi, ham domlalarga ta'lim beradi, ham talabaga ta'lim beradi, ham rahbarlardan taklif qiladi. Mana shu joylarda kamchiliklar bor. Shunga video qo'yish kerak, buni televizor qo'yish kerak, buni kompyuter qo'yish kerak degan gaplar bo'ladi. Ochiq dars butunlay boshlansa. Kecha katta qorin devorining harakati. Salonni ko'rsating. 2 marta. Kecha 2 edi. Bir ko'rsatib, hozir bir o'lchang, birdan aytib o'tdim. Eng birinchi ko'rsatkichda bu. Demak, chap ochiqliqdan o'rtasidan qo'limizni qo'yib turamiz. Bir qisqarib chiqishini kutamiz. Bir qisqarib chiqdi. Endi 2 daqiqani hisoblaymiz. 2 daqiqa hisoblayaptimi? Ha, so'rayman. Ana bu katta qorin devori harakatlarini, qisqarish harakatlarini aniqlash metodikasi. Men oldindan aytib qo'yaman, davolash jarayonida bu avvali 4 bo'lmasa ham 3 chiqadi hozir. Bu lahzalar sharafli. Biz galalashib bir narsani deb o'rganyapmiz. Nimani deb o'rganyapmiz? Natijani kutyapmiz. Mening ko'nglimga qarab aytmayman, chiqqanini ayting. Har qisqarganda qo'lingizni ko'targan payti mana deb aytishingiz kerak ana. Jamoaga. Jim turing deyapti. Halab beradi, to'g'ri, halab beradi. To'rt marta rahmat. Hamma talabalar yozib qo'yinglar, 2 daqiqada katta qorin devori qisqarishlarining soni 4 ta. Me'yori 3-5. Shundan 3 dan pasaygani gipotoniya, demak gipo past, qisqarishlar ishtaha, kavush pasaydi degani, atoniya degani, atritsiya yo'q, inkor qilish, batamom yo'qoldi degani, u xavfli. Demak, biz gipotoniyani bugun kechadan beri davolab normatoniyaga kelyapti, to'g'rimi? 3-5 o'rtacha 4. Demak, navbatdagi mana shu anamiz masalasida bir ikki so'z bor. Ilgari eski dunyoqarash bo'yicha an'anaviy dunyoqarashda anamiz olinadi, umumiy anamiz. Xalaq bermaymiz. Jim umumiy anamiz demak kasal hayvonni tekshirishdan oldin egasidan so'raladi hammasi. Bo'ldi, buni qaytarmayman deymizlar. Lekin keyingi mana zamonaviy anamizda umumiydan tashqari maqsadi anamiz olishimiz kerak. Maqsadi anamiz tekshirish jarayonida. O'pkani tekshirayotganda biz dush keldik nimaga so'raymiz? Yurakni tekshirayotganda dush keldik nimaga so'raymiz? Oshqozonni va hokazo. Demak, maqsadi anamizni olish uchun shu gumon qilingan kasallikning xudosi bo'lishimiz kerak. Agar shu kasalni biz to'liq zabt etgan bo'lmasak, maqsadi anamizni ola olmaymiz. Shuning uchun e'tibor qo'yasiz talabalar, e'tiborga yozib qo'ying. Demak, bu yerda kasal hayvonni navbatda klinik tekshirishni o'tkazib, mana ko'rdik. Kavush qaytarib turibdi hozir. Ruminatsiyani tekshirdik, katta qon devoni harakatini. Bizga boshqa hozircha shu yo'nalishda boshqa klinik belgilar kerak emas. Katta qon devori harakati agar
batama bo'lmagan deydi, amalga oshmagan deydi. Biz qatqorini tekshirgan bo'lardik. Qatqorini tekshirishda men qo'lim tegizmayman. Perchatkan tekshirsa vaqtdan olaman. Mana o'ng tomondan 8-9 qavurg'alar oraligidan kurab yelka bo'g'inidan o'tgan chiziqdan 2 panja pastdan. Shunda pandaskop qo'yib ko'ramiz. Xuddi qatqor qanday harakat qilgan bo'lsa, o'sha sonda, o'sha vaqtda, o'sha miqdorda belab qatqorni ishlaydi. Taxminan sichqon qattiq nonni yemagan deb bo'ladi. Ovozi, sog' bo'ling. Agarda shu narsani pasaygan bo'lsa soni gipotoniya, umuman bo'lmasa-chi, ataniya bilasizlar, qatqorning qotishi yomon. Qatgan qatqorni chiqarib olganimizdan keyin, molni so'ygandan keyin, uni bolta bilan urib ham uni ajratolmaymiz, doyil ololmaymiz deyman. Chunki qaysi yillari bilasizlar, qurmoqchilik yillari qancha kamaz qo'ylar qatqorni qotishi bilan nobud bo'ldi. Bizlar yo'qotib qo'ydik. Jizzaxga olib borsak ham, Farg'ona vaziyatga olib borsak ham qatqorni ochilmadi. Bizga 2 kamaz beraman, 1 kamaz qishda qaytarib berasan degan yarim kamazimiz qolmadi. Ana shu bu qatqorni qotish. Depa atadi. Demak, darsda davom etamiz. Laboratoriya tekshirishlar. Bu yerda biz izlaymiz. Oshqozonni suyuqligida nima o'zgarish bor? Sizlar kelishlaringizga oldin vaqtlaringizni olmaslik uchun oshqozon suyuqligini oldik. Nima bilan oldik? Zont bilan oldik. Qaysi tishga oldik? Ko'rsat. Mana oshqozon katta qoni suyuqligi. Demak, bunda nimani aniqlatdik? Qani pH metr qani? Mana pH metr. pH nech chiqdi? 6.8 chiqdi. 6.8 chiqdi. 6.5 million. 6.5. Agar 6.7, 6.8 ishqoriy tomonga ketdik, kislotalik emas. Agar atrayli bo'lganda, kislotalik vositalar kirgan bo'lganda, bu 6.5 pasayib ketgan bo'ladi. Biyda hozir yo ko'p suv ichgan. Yoki kiyim qashaqlari ko'proq yana suv ichgan. Ko'rdingizmi? Ishqoriy tomonga ketyapti. Bizlar harakat qildik, kechada bir davolayapmiz buni. Butun oshqozonni yumshasin, massasi yumshasin, tezroq surilsin, tuzasin deb pH ko'tarildi degan bilan muhit nima qilyapti pastga? Tushib ketdi. Ishqoriy tomonga tushyapti, ishqoriy tomonga. Demak, biz davolash jarayonida buni mutatlashga olib boramiz, ertadan tekshiramiz, indin ham tekshiramiz. Shu 6.5 kun keldimi to'xtatamiz. Keyin kechadan beri boya oldik, ulgurmadik, infuzoriyalar sanaymiz. Bizning kadrda infuzoriyani sanash metodikasi o'zlashtirilgan. Bekjon mana shu bo'yicha oshqozon suyuqligi bo'yicha, katta qon acidozi bo'yicha mutaxassis bo'lib imkoniyatimiz bor. Infuzoriyani sanaymiz. Sut kislotasini hosil qiluvchi bakteriyalarni sanaymiz. Sut kislotasi bilan oziqlanuvchi bakteriyalarni sanaymiz. Mana sut kislotasi hosil qiluvchi sut kislotalarini yemiruvchi. Agar sut kislotasini bilan oziqlanuvchi bakteriyalar ko'payib ketadigan bo'lsa, organizmda oshqozonda muhit kislotalari tomon ketadi. Uni yeqroq bo'lmaydi. Unday muhitda oshqozonning suyuqligini yergan to'kkan paytimiz akkumulyatorning kislotasi to'proqni qanday kuydirsa, o'sha oshqozon suyuqligini to'proq shunday kuydirib qaynatadi. Shuning uchun biz bunga ehtiyot bo'lish bilan bu materialimiz bor. Demak, laboratoriya tekshirishlarimiz aniq, tashxisimiz aniq bo'ldi, tashxis qo'ydik. Demak, gepo va oshqozon oldi bo'limlari gepo ataniyasi. Nima uchun gepo ham birdan aytiladi? Chunki bu kasallik bir kasallik, gepo va ataniya deyiladi. Ertalab bor gepatoniya, kechqurun ataniya. Ertalab gepatoniya, keyin ataniya. Butun mana shu bir-biridan o'zgarib turgani uchun ikkalasi chegarasi aniq, ma'lum vaqtgacha chegara aniq bo'lmagani uchun gepo va ataniya deb ataladi. Chunki lekin sizlar mayli gepatoniya deb atangizlar, ataniya deb atangizlar, o'zlaringiz u voqeani tushuntirsa, oshqozon oldi bo'lgan gepo va ataniyasi. Demak, davolash masalasi. Bugun davolashdan biz fragment ko'rsatamiz. Davolash mana shu oshqozon oldi bo'limlari kasallarni davolash bo'yicha innovatsion texnologiyasini bizning kadr olimlar ishlab chiqqan. Mana men, Nuriddinjon Ro'ziqulov, Bekjon Hayitov, Oybekjon, Salohiddinjon bizlar beshlarimizdan innovatsion davolash usuli. Bu usuldan mualliflik guvohnomamiz bor. Dunyo hech qachon bir inkor qilgan emas. Qozog'iston ham yoqamizdan olgani yo'q, Turkmaniston ham yoqamizdan olgani yo'q, Estoniya ham yoqamizdan olgani yo'q, Kipr ham biz shu ma'ruzalarni qilib ularni o'rtoqlashganmiz. Olqishlagan. Qirg'iziston ham olqishlagan. Juda yaxshi usul. Nima bu usuldan iborat? 6-12 soat hayvonni osh qo'yish va u paytda suv berib turish. Kecha boshladik shunday. Ikkinchisi oshqozonni zont orqali yuvish. Mana bu yerda ikkinchi moment. Sizlarga hozir oshqozonga zont yuvish texnikasini 1 daqiqa ko'rsatamiz. Mumkinmi? Shoshayotganlarsiz? Yo'q. Yo'q, men davom ko'rsatamiz. So'rayapman. Zahmat. Hozir vaqtlar o'zim. Bizga baribir hasba olib qo'yasiz. Bozor vaqtlar men maraqat o'qib kelman. Men doktorskiy yoqlaganimda
bitta shogirdim. Ravshanberdiyevich birinchi opponent, Bozorboy Abdovich ikkinchi opponent bo'lgan. Bir pasashlarni qo'ying. Demak, biz hozir zotli yuvarish texnikasini namoyish qilamiz. Marhamat, tezlatamiz o'g'lim. Yaxshi ishlaymiz. O'zbekistonda ariqlar o'ladi. 2 oyim nima? Yo'q, nima? Qaysi kasallik? Men bir ibora qilib aytdim. Ibora. Rivojlangan kapitalist mamlakatlarda konsentrat tipida yuqori konsentrat bozmanish. Ketoz bo'ladi, lekin semizlik ketoz bo'ladi. Endi rivojlanib kelayotgan davlatlarda u sharoit hammaga tabiiy yo'q. Ochlik ketozi, unda ariqlar ketadi. 2 oyim ketozi. Baribir deyamiz. Ichida jigarda sirabay rivojlanadi. Ana shunday biz ilmiy ma'ruzalarga kirishimiz kerak. Ilmiy ma'ruza. Demak, Zoom orqali, offline orqali. Eng zo'r ma'ruzalardan xalqaro ma'ruzalar shaklidan biri webinar. Webinarlarni tashkil qilsangiz, Rossiyaning olimi bir 10 ta mavzu bo'yicha, O'zbekistonning bir 15 olimi, talabalar u yoqda ham bir zal, bu yoqda ham bir zal. Marhamat, ikki joyda ham bir mavzudan Rossiyaning olimi ham chiqsin, O'zbekiston olimi ham chiqsin, beliga oltita beqarsi bayram. Har qanday nimani aytadi? To'g'ri bu hazil bor. Lekin unga tayyorlanish kerak. Bizlar boshimizdan o'tkazib bir esasizmi? Webinar. Ana bilan Chelyabinskda o'tkazganimizda. Har terlab turdi 80 minutda. Qochib ketib bo'lmaydi. Mavzu aniq. Kirdingiz eksega. Bilyas ma'ruza. O yerda kuzisib eksega o'tyapti. Bu yerdan bir bolani pitirlab gapiryapmiz. Ikki gapni birov noto'g'ri gap, birov to'g'ri gap. Shuning uchun bu webinar boshqa. Oldimizda turganda, auditoriya oldida mana shunday turibdi. Rossiyaga beryapsiz ma'ruzani, O'zbekiston. Shuning uchun uzr so'rayman. 4-talab mashg'ulot turlari. Bunga ustozlar juda sozlab tayyorlangan har bir ustoz. Endi xuddi shuning mantiqiy davomi 5-oxirgi talab professor o'qituvchi omili. Professor o'qituvchi omili. Darsni professor o'qituvchi o'tadi. Dars o'z-o'zidan bormaydi. Darsni talaba o'z-o'zidan uni olmaydi. Professor o'qituvchi darsni o'tkazadi talabaning ongida, talabaning butun vujudiga, talabaning fikr xayoliga professor o'qituvchi o'rgatadi. Demak, professor o'qituvchi ikrom so'z bilan kechirib bersa, vaqtimiz ozgina bir 2 minut kechgani, o'zining fanini chuqur ilmiy kerak bo'lsa yod bilish kerak. Qayerda qaysi harf bor? Qaysi harf bosh bilan nima boshlanadi? Kirishda bir katta bir tajribali biznes o'qigan 5-yuz akamiz savol berdi. Qizilqon tuzi deb savol berdi. O'zi so'rayman. 73-yildagi kirayotgan paytimizdagi savol. Biz abituriyentmiz. Qizilqon tuzi nima degani? Yaxshi bilasiz uni? To'g'rimi? Bilasizmi? Meniki 9-sinf anorganik kimyasining, anorganik kimyo kitobi 9-sinf oxirgi betining, oxirgi varag'ining oldingi beti dedim. Men buni biladigan bir jo'ram aytdiki, ikkinchi xat boshdan dedi, uchinchisi aytdi, uchinchi so'z dedi. Bu narsalar o'z-o'zidan bo'lmaydi. Ana fanni yodlash, ana testga tayyorlash, ana imtihonga tayyorlash. Ana shunday domlamiz, ana shunday tayyor bo'lish kerak. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari, yangi texnologiyalar asosida dars o'tamiz. To'g'ri. Darslarni amaliyot bilan bog'lay olish. Berayotgan ma'lumotlarni talabalar tomonidan qabul qilinishi ta'minlash. Mana o'tiribsizlar. Keldilarimiz, qachon tugayib deb turibsizlar. Bu o'qish emasmi? Talabani zalda o'tirish emas. Kerak bo'lsa Davud bugun bilan kiradi. Balaqnoti bilan kiradi. Bittalab harf yozib, uzr domla to'xtab turing deb so'raydi. Ana shunday holatda dars bo'ladigan bo'lsa talabalar boradi. Xo'ja kursiga kelib ketadigan bo'lsa, uning hech qanday e'tibor qilishimiz kerak. Demak, o'quvchilar darsdan qoniqdimi? Bo'ldi, qoniqish hosil qilish kerak. Eng oxirgisi mana shunday yuqori ilmiy, amaliy va pedagogik fazilatlarga ega bo'lishni domlalar o'zining ustida tanimsiz ishlash kerak. Tanimsiz ishlash kerak. Bu kechani kecha, kunduzi kunduz demay, 60-70 yoshga kirguncha shuni o'qiydigan bo'lsa, 70 dan keyin pedagog yetiladi. Ungacha, men hali pedagog emasman, men olim emasman, men kuchli emasman. Men o'zimdan qarab aytayapman. Men hali 70 ga kirganim yo'q. Ko'rib turibsa, har 3 so'zning ikkitasida ikkilanib gapiryapman. Demak, hali ham menda ham o'z ustimda ishlash yetarli emas.
o'zimga tanqidiy qarayman. Kecha afsus, ilk kecha uxlayolmadim, bu ma'ruzani eshitib, webinar master klassni eshitib, shunday deydi, bu odam hayajonga tushadi. Kecha adashib 1 soat uxlab qo'yibman. 1 soatda endi shu 1 soat uchun qarshi chalib qo'yasam. Darsimizning ikkinchi qismi, kichkinagina qismi, ichki yuqumsiz kasalliklar fanidan amaliy mashg'ulotlarni o'tish tartibi. Mana endi bu professor o'qituvchilar turibdi, mana biz qo'limizda yoshlar ishlaydi, ularga bor talab qilish uchun ozgina qo'yish uchun kichkinagina bir fragment beramiz darsda. Ben çıksa bu. Yaşlı. Nazar demak zon bo'ldi. Zon oshqozonga nechinchi papetkada tushdi? Nechinchi urinishda tushdi? Nechinchi urinishda tushdi? Zonni bir chiqarib tiqdikmi? Birinchi urinishmi? Olqishlab qo'yasiz. Ana shunda hozir olayveramiz, tushaveradi. Tushmay qolsa, avvaldan biz maxsus o'zak tayyorlab qo'yishimiz kerak. Biz uni yuvish maqsadimiz bor. Texnikasini ko'rsatib qo'ydik. Qancha oshqozon massaj chiqish kerak? Quloq solamiz. Qancha oshqozon massaj chiqish kerak? Biz ishonch hosil qilishimiz kerakki, oshqozon bo'shadi. Deyarli 3 dan 2 qismi oshqozon massaj chiqdi katta qorindagi. Buni bilish uchun biz hajmini bilishimiz kerak. Bizning mahalliy zot qoramollarimiz mana shunda 80 dan 100 litrgacha massaj. Men osmonga gapirib qoldim talabalar. Qancha yegan massaj katta qorin massasi? 80 dan 100 gacha. Mahalliy zot qoramollarimizda 80 litrdan 100 litrgacha. Biz hozir bir stakan olgandan qashib chalmaydi. Zotli qoramollarda chetdan kelgan zotli qoramol 100-150 litr. Bir mol gepa ataniya bo'ldi. Bir qozon boyagi ana to'ylarda turadigan ovqat nimasi yo'q ovqat? Boyagi oq go'shtga o'xshagan narsa. Ha? Go'ja. İlk qozon qilingan go'ja bo'lgan, to'y qilish boshlashdi. Hamsiyasi ozgina nojo'ya ana bo'lib qolib, birov bo'lmay qolgandan keyin to'xtagan to'y. Hamsiyalarga bo'lib bergan. Birdan bir qozonni bular 4 ta o'g'li ko'tarsak kelganda molni oldiga qo'ygan. Mol tirillab kechqurun semirib bo'lgan. Uni bilmasdan suv qo'ygan. Mana go'ja suvni tartgandan keyin yana bir 5 soat suv ichgan. Mana katta bola yorib kechaga borgandan keyin o'lim talvasasiga tushib boshladi. Bir vaqt kechasi keldi. Endi bormasangiz bo'lmaydi. Boshqa narsa bo'lsa ham mayli edi. Peshonamizda bitta molimiz bor, shunga bormasangiz boshqada do'stimiz bo'lardi. Nimani aytmoqchiman? Borsam mol turibdi, qondaymon to'rida, havlini to'rida ta'minlamaydi. Hozirgi xuddi shunday qilib zontni tilini chiqarib, zontni tiqib qo'ygandan keyin, zontni borgandan keyin qo'limni ola olmayman. Shunda bosim bilan zont pirillab ichidan bo'tqa chiqyapti. Bu go'ja degandi. Go'ja ham bor, guruch ham bor, atali ham bor, hamma narsa bor unda. Piyoz ham bor, kartoshka ham bor, go'sht ham bor, no'xat ham bor, hamma narsa bor. Pirillab chiqyapti, birinchi jo'ya to'ldi, qarang. Oqib ketdi, birinchi jo'ya to'ldi. O'ylaganda mama keldi oldimizga. Bu nima degani? Ikkinchi jo'ya to'ldi. Yerini chaqib, yerga o'tirib oldi. Uchinchi jo'ya to'ldi. To'rtinchi jo'ya to'ldi. 5 metrlikda 5-chi jo'yaning uchini ko'rdim. Ana oshqozonni yuvish. O'zi chiqdi, o'zi qo'ydi. Kerak emas davodasga ba'zan. Hashat bo'lsa, tiqilsa, ya'ni biz yuvishimizga to'g'ri keladi. Sim kerak, ya'ni iliq suv kerak, 2 litr, sovuq suv kerak, 2 litr. Keyin chiqib qoladi. Qo'g'irchoqdek bo'ladi qoladi. Ana yuvildi. Navbatdagi bandimiz
Endi sog'lom hayvon oshqozon suyuqligini 1 litr quyishimiz kerak. 1-1,5 litr. Sog'lom hayvon. Kasal emas, yonboshlar butunlay kuniga 15 kilo yem yeydigan, 50 kilo biyda yeydigan, 80 kilo siris yeydigan moldan oshqozon suyuqligini olib qo'yamiz. O'shandan 1-1,5 litr yoki zonkni barakali kiygiztirib quyib yuborishimizga nima uchun? Biz bor narsani quyib oldik. Endi yuvishimizga muhit kerak, infuzoriya kerak, bakteriya kerak, quyida fermentlar kerak. Va mahsulotlarning oraliq mahsulotlar kerak. Oksid chirishi, uglevodlar yarashi, oksidlanishi, minerallar va hokazolar chala mahsulotlar tayyor bo'lgan, ya'ni sog'lom model yuvishimiz kerak. Yuvasa bo'ladimi? Qani? Olib keling. Yo, uning o'zi emas, rezina bilan qo'yib yuboring. Olib keling butunlay. Va nosga kayfi bor bobo bo'ladi-ku. 2 kun dashda yurib, nos qolmay qolgandan keyin uyga kelib o'zini yotgan joyiga xonasiga otadi-ku bor. Nosni urib olgandan keyin juda kayfi joyiga tushadi. Hozir bordi ko'rasiz. Xuddi mana nosning kayfi qongan bobo o'xshab yalanadi. Chunki oshqodan ketdi. Yangi. Og'izdan oqsa ko'p ko'tarmaslik kerak. Sizlarga tumshug'ini mayli hozir oxirida qolmagandan keyin bor boqiladi yana deydi. Xulosa turibmiz. Bor demadi-ku. Buni qancha ko'p bersa shuncha yaxshi. Demak, bu tushunarli bo'ldi. Asldan har kuni 200 ml dan ertalab 200 ml, kechqurun 200 ml spirtli ashqlar aralashma, marhamat. Salom. Spirtli ashqlar aralashma. Shu tayyorlash texnologiyasini birdan ko'rsatib o'tib ketdik. Tezlatamiz. 800 ml distillangan suv. 800 ml distillangan suv. Ustiga 200 ml spirt. Necha litr bo'ladi? 1 litr. Davay soling. Bo'ldi, qolgan turtsin, qolganini ko'rasiz. Shunday. Ha, qo'shsangiz o'zingiz kechqurun kerak emas. Doktorga moddiy egasi telefon qildilar. Boshida tez kelmasa mobil molning qoni shishib ketyapti, ovqat yemay qo'yib abitdan berdi. Buni ham hozir kechqurun boraman 2 kishi orag'a qo'y deb boshlansa. Oshna bir ishi bo'lmayman deymish. Buni o'zi chetda o'ylab qolgan. Bu tayyorlayman degan sizlar chiqarishni. Bo'ldi aka. Birozdan bo'sha, adrosh qo'shing. Ana endi boyagi nosga qaytib bor bo'g'aning qilig'ini endi qiladi. Deb atrofga qarab qo'yadi. 70% aytdi, 96%. Drosh qancha qo'shiladi? 150-200. Ikkita drosh so'ndirib qo'yishimiz bo'ldi. Chunki u tuzalib boshladi hozir kechada. Bo'ladi ektirsa ko'p tomon. 50 gram shakar qo'shiladi. Bu yerda shakarimiz 100 gram beramiz, yarim qo'y. Ha, yarim. Talabalar yozib boryapsizlarmi? Bu sizlarga birinchi bizneslarimiz, birinchi biznes. Klinik biznes. İştahası yo'qolib, yemay qolgan molni yedirish, ishtahasini oshish texnologiyasi, innovatsiya texnologiyasi. Nima uchun innovatsiya? Boshqa bular alternativ variantlar yo'q. Dunyo buni boshqa variant ishlab chiqqan emas. Albatta darslarda juda sinchkovlik bilan, iroda bilan Shakar 100 gram tutishimiz kerak. Shakar 150 qo'shamiz. Nima uchun 50 qo'shamiz? 50 qo'shsak 1 soatda tayyor bo'ladi. Qo'shmasak 10 soatda tayyor bo'ladi. Yorug' va iliq joyda 10 soatda tayyor. Biz qo'shyapmiz 1 soatda tayyor bo'lsin. Hozir ozgina ichiramiz, qolganini 1 soatda keyin ichiramiz. 1 soatda achchiq qo'yib bo'ladi. Tayyor bo'ladi. Buni ichirganimizdan keyin 2 kun, 3-chi kun infuzoriya bor, mikroskopda ko'rasiz, ashqalar infuzoriyasini. Avval buni ichirishdan oldin agar sizning ko'zingizga kanada molning kanasi deb ko'ringan bo'lsa,
Üçüncü kuniga bor fildek ko'rinadi. Fil bilan kalaning kattaligini farqini biling. Ana drojin ta'siri. Bo'ldi. Bo'ldi, o'tkazinglar. Molni joyiga olib borar ekan, avvalga olib borasizlar, mos qiladi. Yaxshi. 200 ml bo'lsa bu. Nima qo'shilgan? 8 gram suv. 200 gram spirt. To'rtta yarim kezolgan oqi mayli, og'izdan oqi o'rsin, tushi o'rsin mayli. To'kilib ketsa picha. Tumshuq bilan ensa shu tavsiya to'g'ri bo'lmasdan ensa yaqin barobar bo'lsin. Yaqindan baland bo'ladigan bo'lsa, ko'pga ketadi. Mayli to'kilsa. Zaten yutsin molimiz. Bu bakılışga bilan ichish mumkin emas. Araqishga mumkin. Rezina bo'lib juda ham yaxshi. Bu bo'lmasa araqishga bilan ichib yurish kerak. Bakılışga bo'lmaydi. Bakılışga bilan ichadingizmi bo'ldi, u ko'pga ketadi, albatta ketadi. Bo'ldimi? Ana endi ko'rasiz, tiliga qarab tursa 20 marta yelaydi. Ha, 3, 4, 5, 6, 7. Endi zarurat tug'ilsa, molimiz juda qimmatbaho bo'lsa, zotlar barobarlari davolash yerda davom ettirishimiz kuniga bir marta bundan tashqari. Gipertonik eritma, oshsizlik gipertonik eritmas. 150-200 ml gipertonik eritma, uning tarkibi askarbiga qo'shamiz 5 ta B12 qo'shamiz, bitta 1 ml kalsiy qo'shamiz. Kuniga bir martadan buni veni yuborib turamiz, venaga tushib ko'rsatib. Egnani o'zida. Tezlatamiz. Ular keyin yuvasiz. Yangilar ushlaymiz yana. Bir yoqdan ushlasiz, bolalar ko'radi har zaman. To'g'rimi? Tamam. Yaxshi ushlasiz. Tamam, tartibga. Все. Ana shu sistemani ulaymiz, bo'ldi, ketaveradi. Tamam, qo'rqmasdan. Yo'q, ignani urib kirdik, sistemani ulab qo'ydik. Bugun sizlarga beradigan ma'lumotlarimiz master klassda shundan iborat edi. Endi qolgan qismida o'z fikrlarimiz kerak bo'ladi. Ayniqsa mana mehmonlarimiz, oliygohlardan kelgan mehmonlarimiz ikki fikrini bildirsa, ya'ni shu pedagogga qo'yiladigan talablar, darsga qo'yiladigan talablar va bugungi bizning o'tkazgan mana amaliy mashg'ulotimiz bo'yicha o'zlaringiz fikrlaringizni ikki og'iz agar lozim topsalaringiz marhamat. Endi men o'zim olib borib qoldim. Nozim boricha olib borish kerak edi. Yoki shukur. Domla, avvalambor katta rahmat sizga. Biz ham shu dargohda ta'lim olganmiz, bilim olganmiz. O'sha biz o'qigan paytlarda ham mana shunaqangi dars o'tilmagan. O'tilmagan. Ochig'ida to'g'ri tan olishimiz kerak. Biz endi ishlab chiqarishdan ko'proq ishlaganmiz. Shuning uchun bu olingan deganmiz. Haqiqatan ham bu Samarqand institutining tajribasi, bu yerdagi salohiyat, olimlar salohiyati, professor o'qituvchilar salohiyati juda boshqacha. Boshqa biz ko'rib yurgan nimalarga nisbatan haqiqiy bir o'rnak olsa bo'ladigan haligi biz o'zimiz ham mana Toshkentda filialda dars shunday bo'lib qoldi. Shu filial ochilgan paytda o'quvchilar bo'yicha shu hali ham o'rganadigan narsamiz ko'p. Qo'ldan kelgancha bizlar ham yaratib qo'yibmiz. Kichkina divari bolalarimiz bor, quyonlarimiz bor, baliq xo'jaliklari bor, asalashligimiz bor. Qo'ldan kelgancha imkoniyat darajasida ishlayapmiz. Lekin bu yerdagi sharoit baribir tayanch o'quv yurti bo'lgandan keyin shundan o'rnak oladiganday tajribali mutaxassislarimiz ko'p. Bizlarda hali Qoraqalpog'istonda yetishmaydi. Shuning uchun Samarqandda bitta zot kafedrani mutaxassis kafedralardan shu yerda oldi. To'g'ri gapsiz.
Bara bizlarda ham yetishib ketamiz. Hozir o'qiyotgan studentlarning orasida qanaqa boqsanlar bor ekan. Mana o'rganadigan narsa ko'p. Katta rahmat. Master klass darsingiz zo'r darajada o'tdi. Endi bitta o'zim o'quv ishlarini o'rgangan keyin bu yerda ekran bilan nima bo'lsa, video uni e'tibor beramiz. Kechirganlar bo'lsa, juda kontentga kechirasiz, javob berib beray. Vaqtda 30 minutdan oshmaydigan bo'ladi dedi. Auditoriyamiz boshqa shuyda birdan например balni o'shiyotdi dedi. Birdan. Chunki bo'lmasa biz ekranlarimiz shunday jozibador ekranlarimiz, masalan, har bir mavzu bo'yicha 70-80 gacha slayd bo'lgan rus tilidagi, ingliz tilidagi, o'zbek tilidagi ekranlarimiz yetadi. Chunki biz sizga va'da beramiz, yana kelishlarda bundan ham katta hajmdagi Xudo umr bersa, katta kerak bo'lsa mana shu master klassda o'tkazishga harakat qilamiz. Rahmat. E'tiboringiz uchun ham taklifimiz uchun. Boshlig'i jilib ketmas, ko'p maqtan bo'ldi. Rahmat. Keng etapga vaqt qoldi. Tomlar haqiqiy o'sha arzachi reglamentni to'liq rioya qilgan holatda belgilab bergan reglamentni qisqartirib bu kishilar vaqt beraversa 2 kun o'taveradi darsda. Vaqt bersa ikki choplamadimmi-ku? Yig'ilishga yuring seminarga dedim. Men yo'q, menga topshirib bergansiz, shuni amalga oshirmasdan molda qo'zg'almayman dedim. Endi shu jarayonda endi nimalar kamroq bo'lib qoldi. Mehmonlar asosiy o'zimizga tegishli bilan kelishdi mana. Bitta filialimizdan vakillar bor. Asosiy bizga kerak bo'lgan filial maqsad hamkorlik ishlayapmiz. O'sha jarayonlar bo'lishi, o'quvchilarni olib keladigan o'quv uslubiy tomondan barcha ilmiy tadqiqot jarayonlari bo'ladigan nimalarni bizlar sizlarga doim qo'llab-quvvatlaymiz. Nima kamchilik nima bo'ladi yetkazib beramiz. Hamma narsa bo'yicha hamkorligimiz sizlarni qo'llab-quvvatlaymiz. Qurolbekda nimalar juda yaxshi, nimalar oldlaringiz mana sizlarga bor mana qushlarni Toshkent beramiz ham mana boshchiligida nima kelgan nimalar yaxshi. Kelganlaringiz uchun katta rahmat. Sizlar deymiz, endi keyingi etapda shundan asta nimalarni kelishlarimizni vaqtga berishga barcha jamoa nomidan, talabalar nomidan, rahbariyat nomidan katta rahmat aytamiz. Vaqtini ayirmasdan ko'proq talabalarga juda qiziq. Bu kishilar o'zi talaba emas, bu kishilar. Bu kishilar ishlab chiqarish xodimi 50%. O'zi nimalarni qilsin. Facebookda yuradi, shuna qiladi. Hammaning ishiga muvaffaqiyat, sog' bo'ling. Rahmat. Rahmat.